soatdan keyin Halima spektakli boshlanadi. Men aktyor emasman, lekin juda ham hayajondaman. Shu aktyorlar menga madad beryapti. Allohim Halima opamizga ruhlari shod bo'lsin. Hozir shu sahnada u inson siymosini jonlantiramiz. Tomoshabinlar Halima opani ko'rgandek bo'lib ketishini juda ham istayman. Yarim kechasi sizlarni bezovta qilib kelmayman. Voy meni asal qizim. Katta bir tadbir boshlash arafasida mana shu tadbirda qatnashayotganimdan xursandman. Teatrda ko'rishguncha. Mana hozir katta tadbirga tayyorgarlik. Hamma tayyorgarlik, hamma mas'ullar o'zlarining rollarini qaytarishyapti. O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevani mana 79 yillik yubiley munosabatida bir tadbirda ishtirok etyapmiz. Xush kelibsizlar. Ola tasqa degan she'r chiqdi. She'rning muallifi kim bilasizmi? Mana Sharof Rashidovich. Bag'ringga yaproqday to'kildim. Hammani qo'lga olib ulgurdi. Ofiyasiz gapiravering. O'zimiz-ku. Uzolmadim zanjirlarini. Lima. Tezroq, oling molini, oling. Mashina yapasizga. O'zim ham sizni ishlab o'tirgan bo'lsangiz kerak deb o'ylagan. Halima Xudoyberdiyevaning o'zbek adabiyoti va madaniyati rivojlantirilishi borasidagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. Bu kunlarga yetganlar bor. Sen baribir muqaddasan, muqaddas hayot. Halima Xudoyberdiyeva faolligining 79 yilligiga bag'ishlangan tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi.